Bugungi yana bir baxtli mijozlarimizdan biri Mohira opamizga Haval M6 avtomobilni topshirmoqdamiz. Mohira opajon, yaxshi kunlaringizga buyursin, hurmatli mijoz. Rahmat. Mohira opa, Haval M6 avtomobilini hamda Haval Qarshi avtosalonini nega aynan tanladingiz? Avvalo, bu Haval M6 avtomashinasini qulayliklari, ko'rinishi, zamonaviy dizayni menga juda ham yoqdi. Hamma talablarimga mos kelgan, o'zimga qulay bo'lgan mashinani tanladim deb juda ham xursandman. Qarshi Haval avtosalonini tanlaganim boisi men mana bugun kechroq keldim, soat 6da keldim, lekin 2 soatda hamma hujjatlarim rasmiylashtirib, mashinani kalitini mana qo'limga topshirishdi. Bonuslardan mamnun bo'ldingizmi, Mohira opa? Albatta, bu qo'shimcha bonuslari 10 ta sovg'asidan tashqari qo'shimcha ravishda mana kir mashinasi ham yutib oldim. Bundan ham juda ham xursandman, rahmat. Unga ham yana qo'shimcha ravishda mana Chorsu tandirga voucher yutib oldim. Taqdim etdik. Rahmat, hamshahrilarga tavsiya bergan bo'larmidingiz? Albatta, men Qarshi Haval avtosalonini va bu yerdagi hamma mashinalarni barcha ko'kdalaliklarga, umuman barcha qashqadaryoliklarga ham tavsiya qilaman. Yaxshi kunlaringizga buyursin, Rahmat. Mohira opajon. Bundan-da chiroyli avtomobillarni topshirish aynan Haval Qarshi avtosaloniga yana nasib qilsin. Rahmat. Hammangizni Haval Qarshi avtosalonida kutib qolamiz.